Ayol kishini, o'g'lini qorni og'rib qolsa ham to'g'ri folbinga boradi. Erini ishi yurishmasa ham folbinga boradi. Qayni singlisi bilan urushib qolsa ham folbinga boradi. Eri unga yaxshi qaramay qo'ysa ham folbinga boradi. Shu ko'p holatda shunaqa narsa bor. Hamma folbin yolg'onchi, bilib oling-yo'qmi? Buni xavfli tomoni nimada? Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim kohinga borsa yoki arrofga borsa, baxshiga borsa, meni otaxonlarim, boboxonlarim, momolarim deb gapiradiganlar bo'ladi. Kim shunaqa joyga borsa, aytayotgan gapini tasdiqlasa. Bu ajoyibda odamlarchi. Folbin hammasi yolg'onchi deb bir joyda ma'ruza qilyapsam, bir domla to'g'ri aytasiz deydi, lekin har zamonda to'g'ri qo'yar ekan bular deydi. Bular jinni bo'lgan. Payg'ambarimiz yolg'onchi deb turibdilar. Rasululloh aytadilar-da, bitta rost gapiga deydi, 100 ta yolg'on qo'shadi bular. Bitta rost gapiga 100 ta yolg'on qo'shadi, shuni rostini ham qabul qilmaylar deydilar. Rostini ham qabul qilmay. Nimaga? Mana bu gap bor. Borib turib, u gapirgan gapga ishonsa, to'g'ri topdi desa, rost shu gapi desa, Muhammadga nozil qilingan narsaga kofir bo'lib degan ekan. Muhammadga nima nozil bo'lgan? Biz Qur'onga iymon keltirganimiz uchun musulmon bo'ldik. Qur'oni Karim ularni yolg'onchi ekanligini aytgan.